Shoir opam, katta qarzga kirib qoldim-da. Kimdan yordam so'rashni bilmayman. Bunaqa paytda siz atrofingizda do'stlaringiz qolmaydi. O'rtoqlaringiz, tanish bilish, oshna-og'ayni hammasi bitta yo'qolib qoladi. Pulingiz ko'p paytda hammasi atrofingizda bo'ladi-da. Eng achinarlisi mana shu. Achchiq bu, lekin haqiqat. Kimdan maslahat so'rang deysiz? Onangizdan. Chunki onangizday sizni yaxshi biladigan inson yo'q. Onangiz sizga maslahat beradi, to'g'ri yo'l ko'rsatadi, qo'llab-quvvatlaydi, ortingizda turib mushkulingiz oson bo'lishi uchun duo qiladi. Nega onangizdan maslahat so'ramaysiz? O'rtog'ingizdan, do'stlaringizdan, ko'chadagilardan, onangizdan so'rang. Onangiz sizni qiyin vaziyatda yoningizda turib bera oladigan yagona insoningiz. Boshqa unaqangi ishonchli inson yo'q. Hatto otangiz ham tashlab ketishi mumkin. Otangiz ham hayotingizga bironta bir hissa qo'shmasligi mumkin. Lekin onangizning jonidan bir parcha bo'lib uzilib chiqqanligingiz uchun onangiz sizni tashlab qo'ymaydi. Onalarni ehtiyot qiling.